Assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishga kelgandik. Kotlovxonani tugatdik. Mana kotlovxonani teplopol radiatorlar tepadan tushib kelgan. Buni akkuratni qilib yig'dik. Bu teplopolga отдельный котел, radiatorga отдельный котел qo'ydik. Shunday qilib birinchi etaj отдельно, ikkinchi etaj отдельно, shunday bo'ldi. Teplopollar отдельно qilib yig'ib chiqdik. Keyin dushga titan qo'yildi. Endi menga samodelniy kerak. Boller kontr kotyol kerak emas degandi uyning egasi. Shundan qilib bering iltimos dedi. Bo'ladi deb mana shunday qilib berdik. Buni bo'ldi. Hozir yoqib yuboramiz. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi bu narsa. Bu nargi uyni ham qilgandik, shuning uchun bu uyni ham kotyolni qilib beringizlar iltimos deganiga shu yerga kelib qildik. Bu titanga ham issiq suvga resirkulyatsiya nasos qo'yilgan. Semestelni ochgandan suv keladi rakovinadan yo dushdan kutib o'tirmaydi-da, yaxshi.